Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi onlayn darsimiz biznesni tartib etish usullari faniga bag'ishlangan. 4-chi mavzuni o'tamiz. 4-chi mavzuni nomi birlamchi tadqiqot usullari va strategik ma'lumotlarni qayta ishlash. Rejamiz ikkita savoldan iborat. Birlamchi tadqiqot usullari, so'rovlar, intervyular, eksperimental tadqiqotlar, kuzatuvlar. Ikkinchi savolimiz birlamchi hujjatlar va ma'lumotlarni o'rganish. Birinchi savolni ochamiz. Birlamchi tadqiqot usullari, so'rovlar, intervyular, eksperimental tadqiqotlar, kuzatuvlar. Birlamchi sotsiologik axborotni yig'ishning asosiy usullari bu kuzatish, hujjatlarni o'rganish va so'rov kiradi. Ushbu usullar turli kombinatsiyalarda birgalikda qo'llanilishi mumkin. Kuzatish, ya'ni sotsiologik tomondan hodisalarni bevosita qayd etish, boshqa tadqiqot usullariga nisbatan bir qator afzallikka ega. Avvalo, ma'lumotlar tadqiqotchining o'zi tomonidan tashqi shaxslarning subyektiv istaklaridan qat'iy nazar mustaqil ravishda qayd etiladi. Ikkinchidan, hodisalar aynan sodir bo'layotgan paytida qayd qilinadi. Uchinchidan esa faqatgina odamlarning fikrlari emas, balki real, obyektiv faktlarni ham aniqlash imkoniyati mavjud. Shu bilan birga tadqiqotchining shaxsiy qarashlari va baholari natijalarni ma'lum darajada buzishi ehtimoli ham mavjud. Sotsiologik kuzatish ilmiy xarakterga ega bo'lib, u kundalik hayotdagi oddiy kuzatishdan farq qiladi. Chunki u aniq tadqiqot maqsadi va vazifalariga bo'ysunadi, oldidan rejalashtirilgan tartib asosida olib boriladi hamda barcha natijalar tizimli ravishda qayd etiladi. Sotsiologik tadqiqotning eng muhim usullaridan yana biri hujjatlarni o'rganishdir. Aniq sotsiologik tadqiqot doirasida hujjat deb qo'lyozma yoki boshqa matnlarga, shuningdek matn, tasma, audio yoki kino materiallarida qayd etilgan har qanday axborotni tushunish mumkin. Sotsiologik tadqiqot jarayonida eng muhim va ajralmas unsurlardan biri so'rov hisoblanadi. Ushbu usul orqali shaxslarning subyektiv qarashlari, his-tuyg'ulari, xatti-harakatlarga ta'sir etuvchi motivlar aniqlanadi. Ko'plab holatlarda so'rov natijalari jamiyatda kechayotgan obyektiv jarayonlar haqida ham muhim ma'lumot manbai bo'lib xizmat qiladi. So'rov usullari orasida eng keng tarqalgan ikki asosiy yo'nalish mavjud bo'lib, ularga intervyu va anketa asosida so'rovlar kiradi. Intervyu bu oldindan belgilangan tadqiqot dasturiga muvofiq olib boriladigan aniq maqsadga qaratilgan suhbat bo'lib, uning asosiy vazifasi zarur savollarga javob olishdan iborat. Intervyu jarayonida tadqiqotchi bir qator muhim talablarni inobatga olishi lozim. Birinchidan,
Suhbat davomida samimiy va ishonchli muhitni shakllantirish. Ikkinchidan, savollarni shunday tarzda berish kerakki, ular ishonchli va haqqoniy javoblarni olishga imkon bersin. Uchinchidan esa, respondent tomonidan bildirilgan javoblarni aniq va to'liq qayd etib borish zarur. So'rovning yana bir keng qo'llanadigan turi anketa orqali o'tkaziladigan tadqiqotlardir. Anketa so'rovlari bir necha mezonlar asosida tasniflanadi. Avvalo, mazmuniga ko'ra ular shartli ravishda ikki guruhga ajratiladi. Respondentlarni o'tmish va hozirgi faoliyati, sodiq bo'lgan voqealar va real faktlarga oid savollar hamda ularning fikrlarini, baholari va motivlarini aniqlashga qaratilgan savollar. Shuningdek, shakliga ko'ra anketa savollari ochiq va yopiq turlarga bo'linadi. Ochiq savollarga respondent o'z javobini erkin, istalgan shaklda bayon etish imkoniga ega bo'ladi. Yopiq savollarga esa oldindan berilgan javob variantlaridan birini tanlashi talab etiladi. Anketa respondent tomonidan mustaqil ravishda to'ldirilgani sababli undagi savollar maksimal darajada aniq va tushunarli bo'lishi lozim. Odatda anketa tuzilishi ma'no jihatidan quyidagi ketma-ketligiga shakllantiradi. Birinchi qism kirish bo'limi, ikkinchi qism asosiy bo'lim, uchinchi qism esa pasportcha bo'lib, unda respondent shaxsiga oid obyektiv va ma'lumotlar, ya'ni jinsi, yoshi, kasbiy va boshqa ko'rsatkichlar aks etiladi. Asosiy bo'limga savollar soni haddan tashqari ko'p bo'lmasligi tavsiya etiladi. Anketa savollari qisqa, ravon va tushunarli bo'lishi, imkon qadar yopiq shaklda tuzilishi maqsadga muvofiqdir. Anketalar bilan ishlash amaliyoti shuni ko'rsatadiki, aksariyat respondentlar uchun anketa shunday tuzilishi kerakki, uni o'qish va to'ldirish jarayoni 15-25 daqiqadan ortiq vaqt talab qilmasin. Sotsiologik tadqiqotning yakuniy bosqichi bu olingan natijalarni rasmiylashtirish jarayonidir. Tadqiqotning eng muhim hujjati sobot bo'lib, u nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega. Hatto amaliy yo'nalishga ega bo'lgan tadqiqotlar ham muayyan sotsiologik nazariyalar rivojiga hissa qo'shadi yoki kamida buning uchun zarur bo'lgan empirik materialni tadqiq etadi. Sotsiologik tadqiqot hisobotida nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yaqqol namoyon bo'lib, unga ham nazariy, ham amaliy tavsiyalar o'z aksini topishi lozim. Zarur bo'lgan empirik materiallar. Bu ilmiy tadqiqot jarayonida nazariy xulosalarni asoslash, ma'noni aniqlash va amaliy takliflar ishlab chiqish uchun to'plagan real amaliy ma'lumotlar majmuasidir. Empirik material tadqiqot obyektining haqiqiy holatini aks ettiradi va ilmiy ishning ishonchligi hamda asoslanganligini ta'minlaydi. Empirik material odatda quyidagi manbalardan shakllantiriladi: kuzatuv natijalari, so'rovnomalar, intervyular, eksperimentlar,
statistik ma'lumotlar, hisobot hujjatlari, korxona ichki hujjatlari va rasmiy ma'lumotlar bazasi. Masalan, O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi taqdim etadi. Xalqaro darajada iqtisodiy tahlillar uchun esa Jahon banki yoki Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlaridan foydalaniladi. Empirik materialning zaruriy quyidagilar bilan belgilanib mumkin. Birinchi, ma'noni real holatda aniqlash. Ikkinchi, tahlil va taqqoslash imkoniyati. Uchinchi, ilmiy xulosalarning ishonchligi. To'rtinchi, amaliy tavsiyalar ishlab chiqarish. Ma'lumotni real holatda aniqlash bu nazariy farazlar, amaliy ma'lumotlar bilan tekshiriladi. Tahlil va taqqoslash imkoniyati bu statistik ko'rsatkichlar yordamida dinamik va strukturaviy o'rganishlar aniqlanadi. Ilmiy xulosaning ishonchligi bu farqlarga asoslangan natijalar ilmiy ish sifatini oshiradi. To'rtinchida, amaliy tavsiyalar ishlab chiqish. Bu real ma'lumotlarga tayangan holda samarali takliflar beriladi. Masalan, korxona faoliyatini o'rganishda quyidagi empirik materiallar zarur bo'lishi mumkin. Bu moliyaviy hisobotlar, ishlab chiqarish hajmi va sifat ko'rsatkichlari, mijozlar qoniqish darajasi bo'yicha so'rov natijalari, xodimlar bilan intervyu ma'lumotlari, bozor ulushi va raqobatchilar tahlili. Empirik materiallar yig'ishda ilmiy metodlarga rioya qilish muhim. Tanlanma hajmi yetarli bo'lishi, savollar aniq tuzilishi, ma'lumotlar ishonchligi, manbalardan olinishi va statistik ishlov berish usullari to'g'ri qo'llanilishi kerak bo'ladi. Endi ikkinchi savolimizga o'tamiz. Birlamchi hujjatlar va ma'lumotlarni o'rganish. Yuklamani hujjatlar bilan rasmiylashtirish, kuzatib borish xalqaro amaliyotda tashlayotgan mahsulotning asosiy ko'rsatkichlarini tasdiqlash vositasi hisoblanadi. Tegishli hujjatlarni tayyorlash yuk jo'natuvchi tomonidan amalga oshirilib, ular tashlayotgan yukni aniqlash va identifikatsiya qilish xizmat qiladi. Yuk tashish jarayonida transport turidan qat'iy nazar Respublikaning fuqarolik kodeksiga muvofiq ravishda yuk tashish shartnomasi tuziladi. Ushbu shartnoma tashuvchi va jo'natuvchi o'rtasida kelishuv bo'lib, unga ko'ra tashuvchi belgilangan yukni o'z transport vositalari yordamida jo'natish joydan manzilgacha belgilangan muddatlarga yetkazib berish majburiyatini oladi. Jo'natuvchi esa o'z navbatida tashish xizmati uchun belgilangan haqni to'lash majburiyatini zimmasiga oladi. Yuklarni tashishda bir qator transport va ularga quyidagilar kiradi. Masalan, tovar transporti yuktasi va tovar yuknomasi, hisob faktura, sifat sertifikati, kelib chiqish sertifikati, o'simlik yoki hayvon mahsulotlari uchun belgilangan karantin sertifikati, yukni tashish bo'yicha ishonchnoma,
umumlashtirilgan ro'yxat. Bu umumlashtirilgan ro'yxatda yuk jarayoni soni, mahsulotlarni dona-dona ro'yxati va zavod raqamli ko'rsatish lozim bo'ladi. Transport vositalarini yuk va yuklanish davlatnomasi ham bu yerda bo'lishi mavjud. Tovar transport yuknomasi mahsulot harakatini hisobga olish hamda tashish xizmatlari uchun hisob-kitoblarni amalga oshirishga mo'ljallangan hujjat hisoblanadi. Unda tashish turi, masalan, markazlashtirilgan yoki konteynerda paketlangan va boshqa shaklda shuni ko'rsatish kerak. Yukni alohida turi, uning og'irligi, yuklash va tushirish jarayonidagi bekor turish muddatini ko'rsatish kerak. Shuningdek, tashish masofasi kabi muhim ma'lumotlar ko'rsatiladi. Yuknoma blanklari qat'iy hisobot ham hujjatlar hisoblanadi. Ular Respublikaning Moliyaviy vazirligi tomonidan belgilangan qoidalarga muvofiq to'ldiriladi. Bundan tashqari nimani bilish kerak? Bundan tashqari transport ekspeditsiya hujjatlari ham ilova qilishi mumkin. Ushbu hujjatlarga ekspeditor tomonidan bajarilgan xizmatlar, yana yuklarni ekspeditsiya qilish, qayta ishlash, omborlarda saqlash, tashishni tashkil etish kabi operatsiyalar rasmiylashtiriladi. Shuningdek, ularga tovarlarni qayta yuklash, yo'l davomida saqlash, qadoqlashni o'zgartirish, transport vositalarini taqdim etish, qadoqlash va markirovka holatini tekshirish zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlar ham kiradi. Masalan, zarur hujjatlar bu transport, bojxona, sug'urta va omborlar hujjatlari hisoblanadi. Bular ham ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Xalqaro yuk tashishlarda esa qo'shimcha ravishda bir qator hujjatlar talab etiladi. Jumladan, bojxona deklaratsiyasi, tashuvchining javobgarligini sug'urlanganligini tasdiqlovchi hujjat, eksport litsenziyasi, qayta yuklash uchun moliyalangan yuknomalar to'plami va boshqa zarur hujjatlardan foydalaniladi. Masalan, yukni temir yo'l transporti orqali jo'natishda rasmiylashtirilgan birlamchi hujjatlar, bu yerda tashuvchi sifatida alohida maqomga ega bo'lgan temir yo'llar tabiiy monopoliyaga kiradi va davlatning mutlaq mulki hisoblanadi. Buni hamma biladi. Endi temir yo'l transportida yuk tashishda foydalaniladigan transportga hamroh hujjatlar to'plamiga quyidagilar kiradi. Bu yuk xat, yo'l varaqasi, yo'l varaqasining ildizi hamda yuk qabul qilinganligi to'g'risidagi kvitansiya bo'lishi kerak. Yuk xatda jo'natuvchi tomonidan manzil stansiyasi va temir yo'l yo'nalishi, jo'natuvchi hamda qabul qiluvchining nomi va pochta manzillari, yuk jarayoni soni, qadoqlash turi, vagonni texnik yuklash normasi, vagon haqidagi ma'lumotlar hamda yukni og'irligi ko'rsatiladi. Shuningdek,
yuk xatda jo'natuvchi va temir yo'l tomonidan yukni qabul qilish va topshirish bo'yicha maxsus qaydlar mavjud bo'ladi. Yuk xatda ko'rsatilgan asosiy ma'lumotlar yo'l varaqasida, uning ildiz qismida va yukni qabul qilish kvitantsiyasiga kiritiladi. Yuk manzil stansiyasiga yuk xat va yo'l varaqasi bilan birga yetkaziladi. Yo'l varaqasida qabul qiluvchi shaxs yukni yuk xat asosida olganligini imzo bilan tasdiqlaydi. Endi yukni avtomobil transportiga tashishga rasmiylashtirishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda birlamchi hujjatlarni o'rganamiz. Avtomobil transporti orqali yuk tashishda asosiy hujjatlar sifatida bu tovar transport yuknomasi hamda yo'l varaqasi qo'llaniladi. Yo'l varaqasi bu operativ hisob hujjati bo'lib, unda haydovchi tomonidan bajarilgan tashish topshiriqlari, haydovchi va transport vositasining ish rejimi bo'lishi kerak. Shuningdek, yoqilg'i moylash materiallarni sarfi aks ettiriladi. Ushbu hujjat transport korxonasi tomonidan haydovchiga beriladi va odatda bir kun yoki bir smenaga mo'ljallanadi. Ish yakunlanguncha yo'l varaqasi korxonaga qaytarilishi shart bo'ladi. Tovar transport yuknomasida quyidagi ma'lumotlar aks ettiriladi. Bu tuzilgan sana va joy, yuk jo'natuvchi, tashuvchi va qabul qiluvchining nomi hamda manzillari, yuk qabul qilingan sana va joy, yetkazib berish manzil, yuk va qadoqlash tavsifi, brutto og'irligi hamda yuk joylari soni kiradi. Hisob faktura esa tovar sotilganligi va yetkazib berilganligi, shuningdek ko'rsatilgan xizmatni tasdiqlovchi yozma hujjat hisoblanadi. U sotuvchi tomonidan xaridorlarga taqdim etilib, unga sana, sotuvchi va xaridor rekvizitlari, jo'natma hujjatlari raqami, mahsulot nomi va miqdori, birlik narxi, umumiy qiymat, chegirmalar va yakuniy summa ko'rsatiladi. Ayrim hollarda hisob faktura yuk bilan birga yuboriladigan yuknoma vazifasini ham bajarishi mumkin bo'ladi. Xalqaro avtomobil tashuvchilariga asosiy transport hujjat sifatida CMR yuknomasi qo'llaniladi. Uni rasmiylashtirish tartibi xalqaro yuk tashish shartnomasi to'g'risidagi konvensiya bilan belgilanadi. Ayrim maxsus jihatda bojxona organlarining ko'rsatmalari va buyruqlari bilan tartibga solinadi. Shu bilan birga yuk o'tadigan barcha davlatlarning bojxona talablari hisobga olish zarur. CMR yuknoma har bir yuklash yoki qayta yuklash jarayonida rasmiylashtiriladi. Xalqaro tashuvlarda eng muhim hujjatlarning biri TIR daftarchasi.
tir karnet hisoblanadi. Ushbu hujjatlarning yuridik kuchi Shvetsariyaning Jeneva shahrida joylashgan. Xalqaro avtomobil transport ittifoqi tomonidan qabul qilingan MDP konvensiyasi bilan ta'minlanadi. Amalda tir daftarchasi bitta transport vositasiga bitta yukni tashish uchun beriladi. Shu bilan birga u bir necha transport vositalari, konteynerlar yoki bitta transport vositasiga yuklangan bir necha yuklar uchun ham rasmiylashtirishi mumkin. Endi yuklarni dengiz transporti orqali jo'natishga rasmiylashtiriladigan birlamchi hujjatlarga nima kirganlarini ham o'rganamiz. Yuklarni dengiz transportiga tashishda bir qator maxsus hujjatlardan foydalanish mumkin. Jumladan, yuk jo'natuvchi tomonidan rasmiylashtiriladigan yuklash orderi yoki yuknoma qo'llaniladi. Shuningdek, tashuvchi tomonidan yuk jo'natuvchiga beriladigan konnosament yoki charter hujjati ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u yuk tashish shartnomasini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Yuklarni ichki suv transportida tashishda rasmiylashtirilgan birlamchi hujjatlar ichki suv yo'llari orqali yuk tashishda yuknoma hamda yuklarni tashish va flotlarni tortib borish bo'yicha navigatsion shartnoma rasmiylashtiriladi. Ushbu hujjatlar tashish jarayonining qonuniyligi va to'g'ri amalga oshirilishini ta'minlaydi. Yuklarni havo transport orqali tashishda rasmiylashtirilgan birlamchi hujjatlar yuklarni havo yoki orqali tashishdagi asosiy rasmiy hujjat sifatida yuknoma qo'llanadi. Ushbu hujjat yukning qabul qilinganligi, tashilishi va belgilangan manzilga yetkazib berilishi bilan bog'liq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan biz birlamchi tadqiqot usullarini va strategik ma'lumotlarni qayta ishlash mavzusini o'rganib chiqdik. Bu yerda birlamchi tadqiqot usullari, so'rovlar, intervyu, eksperimentlar, tadqiqotlar, kuzatuvlarni o'rganib chiqdik va birlamchi hujjatlar va ma'lumotlarni o'rgandik.